Demak, bolalar, bugungi birinchi semina savolining ikkinchi qismini ko'rishni boshlaymiz. Birinchi semina savoli 7-savol. Xo'p, Aziza degan 1739 bilan 234 sonlarning yig'intisini hisoblash kerak edi degan. Lekin Aziza 1739 o'rniga 1379 yozibdi, 234 o'rniga 324 yozibdi. Natijada u chiqargan son dastlabki sondan qanchaga ko'p degan savol berildi. Qarang, hozir biz mana bu ikkalasini hisoblaymiz, javoblarning chiqishini. Demak, 9 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 3, 7 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, xo'p, 9 dildagi bilan 0, 3 ga 2 ni 3 ga 3 ni qo'shsak 6, dildagi bilan 7 bo'ladi va bu 1. 1703 chiqargan Aziza. Xato yozganligi oqibatida aslida necha chiqish kerak edi? Aslida xo'p, 9 ga 4 ni qo'shsak 3 bir dilda, 3 ga 3 6 dildagi bilan 7, 7 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 9 va 1. 1973 chiqish kerak edi, u 1733 chiqargan. Javoblar qanchaga farq qilishini aytishimiz kerak. Ikkalasini ayirib qo'ysak ham bo'ladi. Qarang. 3 dan 3 ni ayirsak necha bo'ladi? 0. 7 dan 0 ni ayirsak 7. 9 dan 7 ni ayirsak 2 va bu 0. 270 ga adashgan, ya'ni 270 ga kam son chiqqan uning hisobi birinchisiga nisbatan. Mana shuni aytib qo'yasizlar javobda 270. 8-savolga o'tamiz. Uzunligi 4 kilometr sim necha foizga kamaytirsak uzunligi 3,2 kilometr bo'ladi. Qarang, bu savolda ham ko'pchilik qiynaladi. Chunki deganda bu yerda foiz degan narsani ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi. Hozir men sizga oson yo'lini tushuntiraman. Yaxshilab e'tibor berib turing. 4 kilometr bu 4 kilometr deb yozsangiz ham mayli, 4000 metr deb yozsangiz ham mayli. 4 kilometr deb yozib turaylik. 4 kilometr bizda 100% ni tashkil qiladi. Hali u sim to'liq holati shu. Qancha qolish kerak? 3,2 kilometr qolish kerak, to'g'rimi? 3,2 ni mana 4 dan 3,2 ni ayirsak qancha qoladi? 0,8 kilometr qoladi, to'g'rimi? Ana o'sha 0,8 kilometr kesib tashlashimiz kerak-da mana. Uzun sim bo'ladigan bo'lsa 4 kilometr, mana shu uzunligi 4 kilometr bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan 0,8 kilometrni olib tashlaydigan bo'lsak, mana shuni olib tashlasak, mana bu yerda qancha qoladi keyin? 3,2 kilometr qoladi. Bizda mana bu 100% bo'ladigan bo'lsa, mana bu 100% bo'lsa, mana bu necha foiz deyapti. Mana shu olib tashlangani necha foiz? O'shani x deb topamiz hozir. Demak, proporsiya juda ham oddiy. X ni 4 ga ko'paytirsak 4x bo'ladi. 0,8 ni 100 ga ko'paytirsak 80 bo'ladi. Biz x topsak 80 ni 4 ga bo'lamiz 20%. Demak, biz 20% ni kesib tashlasak hozir bizda 3,2 kilometr qolar ekan. Bu tushunarli. Bunaqa foizga oid savol tushsa, mana shunaqa ishlaysiz. Birinchisini 100% deysiz. Qancha qoldi? 3,2. Demak, qancha qismi kesib tashlangan? 0,8. U necha foiz ekan? 20%. Keyingi savol hisoblash. Bu yerda qarang, hisob-kitobda ko'pchilik buni ko'paytirishni boshlaydi yoki buni. Bu yerda eng oson bo'lishi uchun mana bu ikkalasini ko'paytiring. 125 ni 8 ga ko'paytirsangiz necha bo'ladi? Bu 1000 bo'ladi, 1000. Ana endi 1000 da nechta 0 bor? 3 ta 0. Bunda virguldan keyingi soni bor-ku, mana bitta, bunda esa ikkita. Jami bo'lib, mana shu 3 tani yo'qotish uchun 1000 ga ko'paytirib yuborsak bo'ldi. Degani bu 11 ga aylanib qoladi. Mana bu, buni bitta 0 ni olsa, mana bu bundan qolgan ikkita 0 ni olib 3 ga aylanib qoladi. Tushunyapsizlar? Hozir 1,1 ni mana bundan bitta 0 ni olib 10 ga ko'paytirdim, 11 bo'ldi. Qolgan 100 ni mana bu 0,3 ga ko'paytirsam 3 ga aylanadi. Endi 11 karra 3 necha bo'ladi bizda? 33. Tushunarli? Agar siz bundan ko'paytirishni boshlasangiz qiynalasiz. Keyingi savol, yo'lovchi 3 soatda 7,5 kilometr yuradi. Shu tezlikda 4 soatda necha kilometr yuradi? Xo'p, buni oddiy proporsiya bilan ishlaysiz. 3 soat deysiz mana. 3 soatda 7,5 kilometr. Xuddi shunday 4 soatda qancha kilometr yuradi? Proporsiyada bilamiz, buni bunga ko'paytirasiz. Ya'ni 3 ni x ga ko'paytirsangiz 3x, 4 ni 7,5 ga ko'paytirsangiz 30. 30 ni 3 ga bo'lib yuborsangiz 10 chiqadi. Demak, yo'lovchi necha kilometr yurar ekan? 10 kilometr. 11-savol, to'rtburchak berilgan. Mana bu A, mana bu E ni bo'yi S. Mana bu yerda B qism olinib, mana bu to'g'ri burchakli uchburchak hosil qilingan. O'sha bo'yalgan, o'sha yuzani algebrai ifodasi kerak ekan. Buni qarang, to'g'ri burchakli uchburchakni mana shu ikkita katetini topib olishimiz kerak. Buning uchun bu nimaga teng deysiz? Bu S bo'lsa uzunligi B ni ayirib tashlaysiz. S minus B. Bu tomon nimaga teng? A ga teng. Endi siz mana shu katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'ysangiz 100 kelib chiqadi. Demak, 100 ga teng. Katetlari A ko'paygan S minus B. Tushunyapsizlar? Mana A ni S minus B ga ko'paytirdim. Nechaga bo'laman? 2 ga. Mana shu ifoda bo'yalgan joyini yuzini algebrai ifodasi.
12-savol parallel to'g'ri chiziqlar o'tgan AB bilan C'da uni EF kesuvchisi ham o'tkazilgan. Mana bu yerda GH AB ga perpendikulyar, mana bu yerda GHF burchak 25 gradus bo'lsa, CKH burchak, mana bu burchak necha gradus deyilgan. Buni qarang, qanday topamiz? Bu 25 ku. Mana bu yog'i 65 bo'ladi. Nega desa, ikkalasini qo'shsa 90 chiqish kerak. Bu yoq to'g'ri burchaklik-ku. 65 gradus bo'lsa, mana bu mos burchak ham 65 gradus bo'ladi. 65 bilan mana bu so'roq qo'shni burchak bu ikkalasi. Qo'shni burchak degani ikkalasini yig'indisi 180 bo'lish kerak. Unda bu necha bo'lish kerak ekan? 125 mi yo 115 mi? 115 gradus bo'lish kerak. Demak, bizda mana buni javobi necha bo'lar ekan? 115 gradus. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Yana yangi savollar chiqsa, albatta tahlilini qo'yib boramiz. Ulashib qo'ying.